Bitta perchatkam qani? Trend bo'ldi-da yomon qo'limdagi perchatka. Qadrli shu videoni ko'rib turganlar, mana hozir Gazavonda nomerli bo'lib turgan Ecom Max drabelka ishlab chiqaradigan zavodga tashrif buyurganmiz. Ana xo'jayinimizni old to'liqroq ma'lumot olamiz aka. Narxlari bo'yicha respublikaga vizit tashlayapti. Sindiryapti narxni. Aka bitta narxlar haqida ma'lumot bering. Misliga aka, Aha. vodiy bo'ylab 2 million 300 ming so'mga yetib boradi. Aha. Alyuminligi bor, alyuminligimiz 2 million 100 ming so'mga vodiy bo'ylab yetib boradi. Voha tomonlarga 2,5 million so'mga yetib boradi misligi. Alyuminligi 200 ming so'm arzon yetib boradi aka. Dastlabki xizmat ichida mana shu narxga yetib boryapti. Yetib boradi, xudo xolasa. Qadrli videoni ko'rayotganlar, vohali, vodiyli tadbirkor biznesmen, uyida ferma xo'jaligi bor aka-ukalarimiz, marhamat, ko'rib tursak Ecom Max narxlari bo'yicha hamma joyda drabelka bo'yicha sindiryapti. Xohlasangiz vodiydan, xohlasangiz vohadan turib ushbu nomerlarga murojaat qilsalaring, akalarimiz o'zlari dastlabkalariga yetkazib berishar ekan. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta buni ishlashga baho berish kerak jigarlar. Bu yormaga bu un qilib chiqargani bu. Ha. 1 yil kafolat beraman deyapti drabelkalarga. Agar sizga mana shunaqa arzon drabelka kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga Yazavonda nomerli bo'lib turgan Ecom Max drabelkalari ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, kelishilgan holatda dastlabkalari ichida yetkazib berishadi yoki o'zimizga Yazavonga kelishlari mumkin. Ko'ringlar, bemalol ishlatib ko'rib, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, o'zlari lakaz tashab beradi, to'liqroq ma'lumot berishadi. Ushbu videoni Farg'ona territoriyasida arzon drabelka qidirib yurgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yishni unutmang.